Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va kanalimizga kuzatib borayotgan aziz muxlislar. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lishni unutmanglar va albatta like bosishni ham unutmanglar. Men bugun sizlarga pelargoniya guli haqida o'zim bilgan ozgina ma'lumotlar berib o'tmoqchiman. Hozir mana ko'rib turgan bo'lsanglar, biz pelargoniya gullarimiz hammasi gullash davri. Ular kichkina bo'lishiga qaramasdan mana gullashyapti. Ko'rib turgan bo'lsanglar, mana bu o'tgan yilgi chirinkalarimiz, ya'ni o'tgan yili ildizlatgan gullarimiz mana shu gullashishga tayyor bo'lyapti. Agar siz gulingizni ko'paytiraman deydigan bo'lsangiz, hozir ayni davri xuddi mana shu. Misol uchun hozir 4-aprelda bu videoni olyapman men. 4-aprel. Agar siz chirinka qilaman desangiz, yaxshilab ahamiyat berishingiz kerak bo'ladi. Gulingizni novdasi pishganmi? Misol uchun agar mana bunday kichkina bo'lsa, shundan ko'paytiraman desangiz, siz adashasiz. Bundan ko'paytirib bo'lmaydi. Bu nimagaki hali juda ham pishmagan nimjon. Siz hozir ildizlataman desangiz, mana bunday shoxini talashingiz kerak bo'ladi. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, yonida bitta buton turibdi va mana shunda. Mana ayniqsa hozir siz gulingiz gullab turgan bo'lsa, gullab bo'lgandan keyin uni ko'paytirsangiz ham bo'ladi. Bu gulimizni bizda pelargoniya guli, geran guli, yoron gullar deb aytishadi bu gulni. Mana shu joydan kesib olsak bo'ladi. Men sizlarga chirinka qilish haqida chechakagayroq aytaman. Hozir bu teplisamizda polniy hammasi geran gullari. Bu eng issiq teplitsalarimizdan biri deyilsa ham bo'ladi. Bu geran gullarimizga bu oddiy geran bilan pelargoniya korolevskiyda farqi ham bor. Pelargoniya korolevskiyda issiqdan biz ozgina nima sovuriq olib chiqdik. Kecha videomizda aytgandim sizlarga. Nimagaki ular muddatidan oldinroq gullashdi, lekin butonlar juda ham ko'p. Ozgina sovuriq teplisaga olib chiqdik. Gullash davri jicha cho'zilishi uchun orqaroqqa. Biz mayga gullarimizni sotishimiz kerak bo'ladi. May oyidan iyun oyigacha bizda qattiq sezon bo'ladi. Shuning uchun biz ozgina orqaga cho'zdik. Hozir gulingizga dori beraman desangiz, geran gullarga hozir ayni davri, butonlari shakllanadigan davri, ya'ni yangi. Misol uchun siz gulingizni prishivka qilishingiz kerak bo'ladi. Prishivka qilganingizdan keyin o'sha yonidan yangi shoxlar chiqaradi. Mana shu davrda siz suvga dori qo'shib beradigan bo'lsangiz, u abilni gullaydi. Kuzgacha sizni quvnattiradi. Kuzda ham, qishda ham gullaydigan bo'ladi. Prishivka qilganda mana ko'rib turibsizlar, men prishivka qilib qo'ydim. Hozir yana ko'rsataman sizlarga. Mana prishivka deganda mana shu shoxini hammasini olib tashlamaymiz. Prishivka qilishda mana bo'ldi. Bu gulimiz уже mana prishivka qilib qo'ydik. Mana. Endi bu yonidan yangi shoxlar chiqaradi. Mana bunga o'xshab xohlasak buni ham prishivka qilib qo'yishimiz mumkin. Mana bo'ldi. Men qo'limda olib qo'ydim. Mana ozgina kichkinagina yangi chiqarayotgan nimasini. Bo'ldi, makushkasini olib qo'ydik. Bu endi o'smaydi, yonidan shoxlar beradi. Yonidan shoxlar berganda hozir qish faslida bizda quyosh nuri va yorug'lik kamligi uchun gullarimiz unaqa kuchli bo'lmagan. Shuning uchun ulardan chirinka qilsak bo'lmaydi biz. Ularni chirinka qilganimiz bilan ildizlata olmaymiz. Keyin chirinka qilishimizda ham mana bunday pishgan shoxini olishimiz kerak bo'ladi. Ko'rsatdim sizlarga. Mana pishgan qattiq shoxini olamiz. Mana shuni. Chirinka qilganimizda bizga geran gulini chirinka qilishda bizga karnivin ham shart emas, perlit bo'lishi ham shart emas. Oddiy tuproqda chirinka qilsak ham bo'ladi. Va agar uylarda topib olsanglar, chirindiga oddiy qumda aralashtirib shunga chirinka qilsanglar ham bo'ladi. Va chirinka qilganimizda men aytdim 2 kun oldin unga suvni sal kamroq qo'yasiz chirinka qilish davrida. 2 kun oldin unga suvni sal kamroq qo'yasiz. Undan keyin kesib olasiz shoxini. Mana bu shoxini undan keyin kesib olsak bo'ladi. Kesib olganimizdan keyin uni 1-2 soatga qo'yib qo'yamiz. Siraz ekmaymiz. 2 soat salgina dam beramiz gulimizga. Undan keyin уже ekishni boshlaymiz. Shundagina chirinkamiz 100% ildiz chiqaradi. O'zi 2 soat damaltirmasangiz ham bo'ladi, u baribir ham ildiz chiqaradi, lekin 2 soat damaltirib qo'ysangiz yana ham yaxshi bo'ladi, yaxshiroq ildiz chiqaradi. Endi bu gulimizga kompleksli vitaminlarda kompleksli dorini bersak bo'ladi. Misol uchun kalsiy, magnesiy ko'proq dorilarni bersangiz bo'ladi, kompleksli. O'zi yozib qo'ygan bo'ladi. Kompleksli dorini olasizda, siz 1 osh qoshig'ini 10 litr suvga aralashtirib gullaringizga suv qo'ysangiz bo'laveradi. Uni hech qanaqa nasoka ham qilmaysiz, sutga qo'yib ham qo'ymaysiz. Siz prosta olasiz universalniy dorini, kompleksniy dorini olasizda, uni siz 1 qoshiq solasiz. 10 litr suvga, shundan keyin gullaringizga suv qo'ysangiz bo'ladi. Uni 1 haftada 1 marta qilasiz. Misol uchun siz bugun bersangiz, yana 6 kundan keyin 1 bersangiz bo'laveradi. Shunda geraningiz ham baklari ham yashil bo'ladi, ham butonni ko'proq chiqaradi. Bu geran gulimiz
yoron gullar, geran gulimiz ko'proq magniy bilan kaliyni yaxshi ko'radi. Mana shu dorilarni bersak bo'ladi. Agar misol uchun birinchi ekkanimizda har doim aytgandek, misol uchun siz gulingizni ildizlatdingiz. Ildizlatgandan keyin boshqa tuvakka ko'chiradigan bo'lsangiz, siz misol uchun perlitda ildizlatsangiz, uni boshqa tuvakka ko'chiring. Agar siz ildizlatgan nimada, misol uchun grunt chirinda yo bo'lmasam qumda bo'lsa, uni ko'chirishga shoshilmang. Ozgina kutishingiz kerak bo'ladi. Salgina katta bo'lgandan keyin ko'chirsangiz bo'laveradi. Perlitda ildiz otilgan narsani sirazi ko'chirmasangiz, perlit namlikni o'zida uzoq ushlagan uchun gulimiz ildizi asta-sekin chirishni boshlaydi. Shuning uchun agar qum, chirindiga chirinka qilgan bo'lsangiz, siz hijolat bo'lmasligingiz kerak. Hozir men sizlarga o'zimni fiyalka gullarimni ham ko'rsatib o'tmoqchiman. Ya'ni ko'pchilik kommentariyada yozishibdi, hurmatli obunachilar, dizlaykchilarimiz ham bor bo'lsin, umrlaridan baraka topishsin. Endi ularga qiziq bo'lmasa kerak men berayotgan tavsiyalar, balki mendan ham yaxshiroq bilishar ular gullarni. Yana bilmadim. Ular ham bor bo'lsin. Xafa bo'lmaymiz dizlayklarga ham va menga yozishgan kommentariyalarga. Fiyolkani barkiga bir tomchi suv tushsa bo'lmaydi debdi. Nimaga bo'lmaydi fiyolkaga? Men juda ko'p aytdim sizlarga. Men fiyolka gulini o'zimda o'stirishni boshlaganimga 10 yil bo'ldi. 10 yildan beri shu gul bilan shug'ullanaman. Bu gullarimiz bizda juda ham ko'p. Bizda hozir 1,5 ming garshokda fiyolka gullari bor. Hozir ko'rsataman. Mana shu stelashdagida polniy fiyolka guli. Hozir mana bu tomonni ham ko'rsataman. Mana bular ham fiyolka gullari. Ko'rib tursanglar, mana ularga hech narsa qilmagan. Baklarda hech qanaqa dog'lari yo'q. Juda ham yaxshi turishibdi o'zlarini. Biz bularni har doim ertalabda qaysi gulga suv quysangiz ham tong saharda qo'ysangiz, hech narsa qilmaydi gullarga. Mana biz barglaridan beri quyamiz. Butonlari ham juda ham yaxshi. Gullar o'zini juda ham yaxshi his qilishyapti. Hozir bizda joyimiz kamligi uchun bularni stellashdagiga tushirib qo'ydik. Nimagaki ko'rib turibsizlar, mana fuksiya gullarimiz, kashbolarimiz sezonga juda ham qattiq tayyorgarlik ko'ryapmiz. Shuning uchun fiyolka gullarimiz bizda hozircha pastda turibdi. Hech narsa qilmaydi. Agar tong saharda baklaridan beri suv quyadigan bo'lsangiz, hech narsa qilmaydi. Bunga men 100% garantiya beraman. Hozir endi mana ko'rmaganlar bo'lsa ko'rsatib qo'yaman yana bir bor. Gullashyapti. Juda ham yaxshi gullarimiz. Hech narsa qilgani yo'q. Ularga biz har doim ertalabda tong saharda suv quyamiz. Qiziqqanlar bo'ldi, shularga aytib o'tdim fiyolka gullarimiz haqida. Endi chirinka qilishni boshlaymiz geran gulimizni hozir. Mana geran gulimizni olib chiqdik. Endi buni ko'paytiramiz. Biz hozir chirinka qilamiz deganimizda mana bu gullayotgan butoniga zarar bermasdan chirinka qilamiz, lekin mana bunisini olib tashlaymiz. Nimagaki u hozir gullab kuchini olib qo'yadi. Shuning uchun mana hozir kesib olaman men. Mana shoxini chirinka qilamiz. Bo'ldi, mana kesib oldik. Gulimiz gullab turaveradi, yonidan chiqqan shoxlari va yana ko'proq bo'ladi. Qaytanga buni yonida shoxlari ko'payadi va yana gullashni boshlaydi. Mana kesgan gulimiz, buni mana bu katta shoxni olib tashlasak ham bo'ladi. Uni hech qanaqa agar olib tashlamasak, uni kuchini tortib olish mumkin. Uni hech qanaqa yordami tegmaydi gulimizga. Shuning uchun mana olib qo'ydik. Endi buni biz eksak bo'laveradi. Hozir o'zi aslida nima deydi? Geran gulimiz tezroq ildiz chiqarishni xohlasak, kesganimizdan keyin buni 2 soatga qo'yib qo'yamiz. 2 soatga qo'yib qo'yamiz. Mana shunday suvga solmaymiz, hech narsaga solmasam, mana shunday qo'yib qo'yamiz. Undan keyin buni olib eksak bo'laveradi. Hozir endi men buni ko'paytiraman desangiz, aprel, may, iyun, iyul oylarida polniy ko'paytirsangiz bo'laveradi. To sentyabr oyigacha ko'paytirish davri pelargoniya gulini va hamma gullarni, nafaqat pelargoniya, hamma gullarni mana shu davrda ko'paytirsangiz bo'ladi. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Mana menda bu o'zimiz ishlatgan agrobalt. Sizlar universalniy gruntga shunday qilsanglar ham bo'laveradi. Ko'pchilik suvda ham ildiz chiqartiradi, uni chiqartirsanglar ham bo'ladi. Lekin menda juda ham oson sposobi bor. Uni keyin boshqaga ko'chirib o'tirmaymiz. Ildiz chiqargandan keyin shunda ancha katta bo'lishini mana shu idishda kutamiz. Men ko'rib tursizlar, kichkinaroq idish olganman. Mana gulimiz mana shunday solamizda bosib qo'yamiz. Undan keyin bunga yaxshilab suv sepib qo'yamiz. Teplichka qilish shart emas. Teplichka qiladigan bo'lsangiz, chirib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun teplichka qilish shart emas.
ozgina sprey qilamiz baklarni ham. Bir kunda 3 mahal sprey qilib turishimiz kerak bo'ladi bu gulimizni. 20 kunda уже ildiz chiqarishni boshlaydi. Siz uni hozir bunga ekadigan bo'lsangiz, ildiz chiqargandan keyin hech qanaqa boshqa idishga ko'chirmaysiz. Ancha katta bo'lib, idish уже o'ziga kichkina kelib qolgandan keyin boshqa idishga ko'chirsangiz bo'laveradi. 100% tekshirganman bu usulni. O'zim hozir xuddi ana shunday qilib gullarimni chirinka ham qilib qo'yganman. Hozir ko'rsataman. Menda faqat Pelargonia Pastoralisniyda qilgandim. Hozir endi siz buni hozir bu bunday yaxshi turadi. Ertaga 2 kundan keyin уже baklari sal so'lganga o'xshab qoladi. Unga hijolat bo'lmaysiz. U babi gulda reaksiya bo'ladi, qandaydir stress bo'ladi. Shuning uchun shunday. Agar stressdan olib chiqib ketaman desangiz, HB dorisidan sepsangiz bo'ladi. Mana shunda u stressdan chiqib ketadi. Biz hech qanaqa doridan foydalanmaymiz. Har doim mana shu nimalar tabletkalardan foydalanib bo'lmaydi. Gullar uchun alohida o'zini dorilar bo'ladi. Kompleksniy vitamin, kompleksniy dorilari bo'ladi. Mana shulardan foydalansanglar bo'ladi. Hozir endi men o'zim chirinkalarni ko'rsataman. Bir kunda 3 mahal albatta sprey qilib turasiz. Mana meni pelargoniyalarim shu gruntga chirinka qilganman. Bularni bir kunda 3 mahal albatta suv sepib turishimiz kerak. Уже 3 kun bo'lib qoldi buni chirinka qilganimga, shuning uchun baklari salgina so'libroq qolgan. Unga hijolat bo'lmaymiz. Mana shunday qilib sprey qilib turamiz bir kunda 3 mahal. Mana va nimalarni namlab turamiz. Qurib qolmasligi kerak. Go'nglari, torflari shunda mana ildiz chiqaradi. 20 kun bir oyda albatta ildiz chiqaradi. Bunday chirinka qilganimiz sababi udobni bo'ladi. Ildiz chiqargandan keyin siz boshqaga ko'chirib yurmaysiz, shunda o'sib turaveradi va yana bir bor stress bo'lmaydi gullaringiz. Xuddi mana shu usulda chirinka qilsangiz juda ham yaxshi bo'ladi. Sizlarga rezultatlarni albatta ko'rsatamiz. Avvalgi videolarimda ham bor edi. Yana sizlar bilan birgalikda xuddi mana shuni mana kuzatsak ham bo'ladi. Men ko'rsatib boraman, qaysilari ildiz chiqardi, qaysilari chiqarmadi. Ana u joyda ham mana dubalesniy geranlari, bu joyda mana olibula bakliklari, hammasidan chirinka qilganman. Albatta sizlarga ko'rsataman. Men juda ham ko'p chirinka qilaman. Shuning uchun aytganimdek, avvalgi videolarimda aytganman sizlarga. Agar rezultati bo'lmasa, men sizlarga tavsiya qilmayman. O'zim har xil yo'llarni sinab ko'raman. Rezultat bo'lsa, undan keyin sizlarga tavsiya qilaman. Hurmatli obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.